boshiga kiylasizlar. Bozor taraf hala bozor diyor. Yerdan kelganda ana shu joyda bugun ochilish marosimi bo'lmoqda. Ana ochilish marosimiga shuncha odam yig'ilib turibdi. Ochilish marosimi. Ofis bo'shlig'idagi barcha kasalliklar davolab beradi. Oshqozondagi og'riqlarni ochib beradi. Kasalliklargacha davolab beradigan mahsulotlar. Zubnay pasta. Mana bu o'zi hattoki gichalargacha ketib beradigan zubnay pasta. Mana bu oqartirib beruvchi. Mana bular eski zubnay pastalar. Mana bular ko'mirdan qilingan, o'zida saqlanib qolgan bakteriyalarni o'zi mustaqil o'ldirib beradigan mahsulotlar. Bunday shotkalar. Masalan, o'z ko'chadan olsangiz 2 oy ishlatasiz. Buni bemalol 6 oy ishlatishga imkoniyatingiz bor. Siz холодильникka qo'ysa, go'sht hidini, salat hidini bir-biriga o'tkazmaydigan mahsulotimiz bor. Narxlarni ko'rsatib qo'yaylik o'ramlarga. Mana bu suyuq qovunlar. Mana dezodorantlar, antiseptik dezodorant, terlashlarni davolab beruvchi, eng zo'r effekt beruvchi dezodorant hisoblanadi. Mana bu vitamin G'lar, erkaklarga soqol olgandan keyin foydalanishga bo'ladigan eng zo'r mahsulotlar. Do'koningizni almashtirasiz, kimikatdan tabiiyga o'tkazasiz. So'nglarda olib foydalanib ko'ring. Kelinga aytsangiz, parashut gillardan ishlatib ko'rsin. Yana nimani aytsam bo'ladi? Mana kirga ishlatadigan hid beruvchi juda zo'r aromatlarimiz bor. Kiyimlarga ham hidni chiqarib beradi. Ichib yurgan gillarni obzor qilib berdim sizga? Ha, go'di. O'shalar ishlatib ko'ring, rizqingizga, ballarga kasalliklarni oldini oluvchi mahsulotlar davolanishmoqda. Gapiring qani? Parashutlarimiz allergiya chaqirmaydi. Maluhat ustozini maluhat mayli, olib ketavering chetda.
Yosh paytda onaxon bobolarimizni uchun metrlarimizni bozorga haqiqatdan noxushlarni beradi. Endi berish. Nazgashte. Gil, Asida gil. Bitta Asida gil. O'zimizni Asida gil.